erini ko'chadagi g'am tashvishlarini yengishlikka yordam beradigan ayollarga Allohning rahmati bo'lsin. Kimda shunaqa ayol bor bo'lsa, Alloh shu bandasini erkalatib qo'yibdi. Uyga kirganda ham tinchlik, huzur, halovati bo'lmaydigan erkaklar bor. Alloh insof bersin bunaqa ayollarga. Alloh insof bersin. Hadicha onamiz roziyallohu anha qiyomatgacha keladigan muslima ayollarga ibrat bo'ladi. Chunki kamol topgan 4 ta ayolning bittasi Hadicha bint Xuvaylid roziyallohu anha edi. Tasavvur qiling, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rosa siqilib, aziyatlarni eshitib, Quraysh islomni qabul qilmayotganidan siqilib uyga kirganda tabassum bilan kutib oladi Hadicha onamiz. Men endi yo'q Hadicha onamiz. Shirin so'zlar bilan, samimiy tabassum bilan qarshi oladi. Mana shu narsa sababli juda ko'p g'ami ko'tarilardi payg'ambarimizga. Siyrat kitoblarida keltiriladi.